Ya'ni Xitoydan Toshkentga Arkbuloqqa 15 kunda yukimiz yetib keldi. Shopir bilan qisqacha suhbat qilamiz ketdik. Assalomu alaykum. Hormang, shopir aka charchamadingizmi? Tuzimiz yaxshi keldingizmi? Aka, yo'llarda qiyinchilik bo'lmadimi? Siz hozir tushunishim bo'yicha Qashqardan siz Arkbuloqqa yuk olib keldingiz, ha? Necha kunda kirib keldingiz? 7 kunda. 7 kunda. Buni ichida nima tovar bor hozir? Bana Atsinkoy торговый оборудование var, solnishli panel zapchast nimalar. Aha. Detallar. Qancha bir tonna yuk bor? 28 tonna. Yo'lda dokumentlarda muammo bo'lmadimi? Yo'q, mama bor. Men hammasi yaxshi, ha? Bemalol ishonib topshirsa bo'ladi, ha? Yo'llarda, texnikalarda nosozliklar bo'lmadi. Yo'q. Agar sizda mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa yoki Xitoydan, Qashqardan sizda qanaqa yuklaringiz bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqib kelaverasizlar. Sizga sifatli logistika xizmatini tavsiya qilamiz. Yuklarni tushirish jarayonlarini, ichida nima tovar borligini sizlar bilan ko'ramiz.